Chikagodan kallasi sili bilan demak eshitamiz. Chirsahimizda Arancha degan joyimizda hovlimiz sotiladi. Xolisinglar dacha qilinglar. Xolisinglar hovli qo'yapti. Hozir sezon kelyapti. Joyimizda zo'rja joylashgan. Suvlar shundan o'tgan yonidan bemalol mahalla zo'r, suv, gaz, umuman svetdan muammo yo'q. Lokatsiya shu zo'rja joylashgan. Qaranglar, pastda 3 xona, ikkita sanuzor, tepada ham 3 ta xonamiz bor. Kelajakda bemalol odam qo'ysanglar, tayyor biznes qilsanglar bo'ladi. Narxi ishkaladi, narxi sizlarga yoqadi. Narxi ortib ketmaydi. Sunnatiga o'tib beramiz. Telefon bilan pastga o'tib ketamiz. Bizga laptop chaqirish esa chiqmas.